Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 16-iyun 25-yil. 6 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 10 ta yostiqlarimiz, bitta lo'lamiz tayyor bo'ldi. Mana qavilishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Shaxmat qilib qavilgan. Yostiqlarimizni ichiga hammasiga qop qilib overlo'dan chiqarilgan. Mana astar tarafdagi qavilishlari. Hozir men sizlarga mana yig'ma holatini ham ko'rsatib o'taman. Mana yig'ma holatini ham ko'rishlaringiz mumkin. Yostiqlarimiz katta. Kimga bunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qolgan materialchalaridan bitta lo'la chiqarganman. Ayollar zaliga tikib berganimga ham bitta lo'lacha chiqqandi. Mana